Ko'pchilik treyderlarning eng dahshatli xatosi bor. Bu investorlar bilan to'g'ri muomala qilisha olmaydi. Treyderlar ishi yurishgan sari, treyderda yaxshi qilayotgan sari o'sha qo'shimcha mablag' olaman, bu kimdan ko'proq pul olib, savdo qilib tezroq daromad qilaman deb yon atrofdagilardan pul olishadi, lekin bitta xatoga yo'l qo'yishadi. Ya'ni investitsiyani olishadi, lekin shartnoma qilishmaydi. Просто tak investitsiya gapda investor pul beradi, gapda savdo boshlanadi. Birinchi navbatda shartnoma qilib olinglar. Обязательно shartnoma bo'lishi kerak. Ushbu shartnomaning bir nechta eng muhim punktlarini sanab o'taman. Eng muhimlari. Birinchisi, bu qancha zararga kirishga ruxsat beradi investor. Ya'ni qancha zararni o'z bo'yniga olishga rozi investor. Misol uchun depozitga nisbatan 15% zararni o'z bo'yniga olishga rozi qilib kelishib olishingiz kerak. Ikkinchisi, har oy qanchadir ham daromad berib turasan deyishga haqqi yo'q любой investor. Chunki trading bu bozordan kelib chiqib daromad qiladigan soha-da. Qaysidir oy daromad qila olmasligingiz ham mumkin-da. Yana bitta muhim qoida. Investor обязательно shu shartnomada ham keltirib o'tish kerak. Men muayyan zararga yetmaguncha, ish to'xtatilmaguncha umuman savdolarga aralashmayman. Zarar bo'ladimi, foyda bo'ladimi, xotirjam ishlashiga qo'yib beraman deyishi shart. Shuning uchun albatta mana shu shartlarni hisobga oling va kelajakda o'zingizni ham bo'yningizga qarz bo'lib qolmasin va investor bilan ham kelishmovchilik bo'lib qolmasin.